Qadimgi Misr insoniyat tarixidagi eng qadimiy va eng sirli sivilizatsiyalardan biridir. U Nil daryosi bo'yida shakllanib, ming yillar davomida gullab-yashnagan. Misrliklar Nilni hayot manbai deb bilishgan. Daryo ularga suv, hosil va yashash uchun imkon bergan. Davlat boshida Firavn turgan. U nafaqat siyosiy, balki diniy hukmdor ham hisoblangan. Misrning eng mashhur yodgorliklari piramidalar, Xufu piramidasi esa 4,5 ming yildan beri dunyoning eng ulkan mo'jizalaridan biridir. Misrliklar ko'p xudolarga ishonishgan. Ulardan eng mashhurlari Ra, Osiris va Anubis. Mumiyolash marosimi esa tanani o'limdan keyin saqlash uchun bajarilgan bo'lib, jarayon 70 kun davom etgan. Misrlarda yozuv, hierogliflar orqali ifodalanib 200 dan ortiq belgiga ega bo'lgan. Ular fan va ixtirolar sohasida ham rivojlangan. Papirus qog'ozini yaratganlar yilni 365 kunga bo'lib chiqqanlar. Qadimgi Misr bugun ham o'zining buyukligi va sirli tarixi bilan bizni hayratga solishi